Xitoydan keltirilgan pechenyani birgalikda yeb ko'ramiz. Bu Xitoydagi eng mashhur pechenye ekan. Qaynonamning ishxonasidagi bitta kishi, bitta inson Xitoyga dam olgani borgan ekan. Shuning uchun qaynonamga shunaqa sovg'a olib kelibdi. Qaynonam Xitoydan keltirilgan narsalarni yomon ko'radi. Shuning uchun sen ye dedilar. Ichi ham shunaqa chiroyli ekan. Shunaqa oddiy pechenye. O'rtasida nimadir bor ekan, bismillah. Cheesnok ta'mi kelyapti. Cheesnokli pechenye ekan. Shunaqa shirin pechenye, lekin shirin cheesnokli pechenye. Menga yoqmadi. Undan bir bal. Ananasli pechenye ekan. Ichi keksga o'xshar ekan. Bunaqa keks. Ishqilib buni ham cheesnok ta'mi kelmasa bo'ldi, bismillah. Oddiy keks, ichida ananasli anaqa bor ekan, varenье bor ekan. Mazza ekan.